Bu maska bilan endi вообще kosmetologga kelmaysizlar, ishoninglar. Yuzlar zo'r yaltiraydi, tortiladi, oqaradi, poralar yopiladi, yuz yosharadi va yuzda shikarni lifting effekt. Lifehack etmoqchiman sizlarga именно kollagen bilan. Mana shu ko'rib turgan kollagenlardan mana bu internetda bor kollagenlarni yig'dik. Mana shu kollagenlardan hacha bu bittasi uyingizda bor. Borib hozir ro'zida oshxonani shunda dori turadigan polkasini ochib qaranglar, o'sha yerda обязательно har bitta ayolning uyida parashokli kollagen turibdi, to'g'rimi? Kollagen olganman, qachonlardir parashokli kollagen bu. Bu kollagenlarni tashlab yuborishga shoshilmanglar. Bitta qoshiq kollagen idishga solamiz. Mana. Glina olinglar. Именно aptekada sotadi, mana shunaqa glina. Solamiz. Тоже где-то shu kollagenni yarmicha solamiz. Va bunga suv solamiz. Qaynagan bo'lishi kerak suvimiz, lekin kipitok emas, qaynab salgina sovigan suv bo'lishi kerak. Yaxshilab aralashtirib olasizlar. Yuzda qilganinglarda qotib qolmasligi uchun bunga biz yog' aralashtiramiz. Eng zo'r yuzimiz uchun yuzni tortadigan yog' bor. Jojoba yog'idan yarim choy qoshiq yetadi. Kisichka bilan yuzingizga surasizlar. Buni 3 qavatgacha suringlar. Mana bir qavat surdik. Mana ko'ryapsizlar. Qilasizlar. Maskani 15 minut yuzda qoldirasizlar. Artib tashlaysizlar, yuvasizlar yoki farqi yo'q. Yuvib tashlagandan keyin eng muhim joyi bu maskadan keyin yuzga Bepanthen maz yoki kremini surish shart qizlar. Maskani haftada 2 marta qilish mumkin. Kstati, bu maskani yo'qotib qo'yishinglar mumkin. Videoga shunday like bosib qo'ysanglar yoki o'rtog'ingizlarga tashlab qo'ysanglar, video har doim sizda сохранённыйda turadi. Yo'qotib qo'ymaysizlar. Kerak paytda olib shunday maskani tayyorlab o'qib ketdi-yu hamma yo'llar. Qarab, bittada qo'lni shunaqa oqartirib qo'ydi.